minnatsiz yaxshilik qilishni o'rganib oling. Abdori Muhammad Yusuf. Dinimizda har qanday bir yaxshilikni faqat Allah roziligini ko'zlab qilishga, mukofotini Allohdan kutishga buyurishning hikmati shu yerdiki, qilingan yaxshi ishlarning mukofotini Alloh taolodan boshqa hech kim to'liq bera olmaydi. Nurg'un kishilar insoniyatni hurlikka erishtirish, zulmga qarshi turish yo'lida issiq jonlarini qurbon qiladi. Yana nurg'un kishilar necha 10 yillab ilm tahsil qiladi. Qolgan hayotini yana shu ilmni berish yo'lida atab, kech-kunduz harmay talmay ishlaydi. Ularning bu fidokorligining mukofotini bera oladigan zot faqatla Alloh taolodir. Chunki insonlar o'zlariga qilingan yaxshi ishlarni mukofotlashdan ojiz, hatto ba'zisi e'tirof qilishni xohlamaydi. Vatan uchun jonni fido qilish, ilm tahsil qilish uchun umrni taqdim qilish qatorliq fidokorliklar navoda insonlarning tilida daston bo'lish, mashhur bo'lish va obro'y qozonish uchun qilinadigan bo'lsa edi, bu fidokorliklar hargiz ro'yobga chiqmagan bo'ladi. Chunki bu ishlar badalsiz qilish bilanla natija beradigan ulug'vor xizmatlardir. Bu fidokorliklar va xizmatlar Alloh taologa yaragan chaqda bu fidokorliklarni va xizmatlarni qilgan kishilar mayli musulmon bo'lsin yoki musulmon emaslardan bo'lsin, Alloh taolo ularni ya bu dunyoda yoki u dunyoda va oxiratda eng katta mukofotlar bilan mukofotlaydi. Masalan, insoniyatni jaholatning va ozg'unlikning qorong'uliklaridan iymon va ilm irfonga chiqarish uchun avatilgan payg'ambarlarning, xususan bu yo'lda ko'p jafo chekkan Nuh, İbrahim, Musa, Aysa va Muhammad alayhissalom qatorliq zotlarning, bu dunyoda nurg'unlagan insonlarning qalbida sevgi muhabbat bilan yodlanib turdiganligiga, duoyi salomlarning yo'llanib turdiganligiga, oxiratdami ularning eng yuqori martabada bo'ladiganligiga o'xshash. Shuningdek, tokni ijod qilgan Edisonga o'xshash, garchi musulmon bo'lmasimi, insoniyat uchun katta xizmatlarni qilgan kishilarning Alloh taolo tarafidan bu dunyoda mukofotlanib, nom nishonining mangulashganligiga o'xshash. Bu kishilarning mukofotini Alloh taolodan boshqa biri mundaq mukammal darajada bera olmaydi. Shunga har bir ishni Alloh taoloning roziligini ko'zlab badalsiz qilgan odam cho'qim foyda topadi. Ko'ryapmizki, birovga yaxshilik qilgan odam uning mukofotini uningdan ko'ra olmaydi. Balki uning mukofoti Alloh taoloning o'rinlashtirilishi bilan boshqa biridan keladi. Ba'zi kishilar boshqalarga yaxshilik qilib, ulardan til ahonatdan va g'ayvatdan, shikoyatdan boshqasini ko'ra olmaydi. Nurg'un insonlar mushundaq tuzkur, yuzsiz va vafosiz tursimi, yaxshiliklar, yordam qilishlar davomlashadi. Chunki yaxshilik qilguvchilar umuman bu yaxshiliklarning mukofotini yaxshilik qilingan kishilardan kutmaydi. Arab maqol tamsillarida boshqalarga gul tutgan kishining qo'lida gulning puruqi qoladi deydi. Do'stlaringizga, xizmatdoshlaringizga, urug' tuqqanlaringizga va xo'lim qo'shnilaringizga ularga bildirmay yordam qiling. Ko'nglingizda ulardan biror badal yoki mukofot kutish bo'lmasin. Atgan sadiqingizni siz tonimaydigan muhtojlarga bering. Ularning ismini yoki adresini so'ramang.
tuqqanlarga sadiqa qilishning ham tuqqanchilik rishtasini davomlashtirganlik ham sadiqa qilinganlik bo'lib, ikki hassi savob bo'ladiganligini unutmang. Birər yaqiningizning beshiga kelgan qiyinchilikdan qutqizib qo'ying. Ammo o'zingizni bildirmang. Zulmga uchraganlarga yordam qiling, hech ish qila olmasangiz, ularning ovozi bo'ling, ular uchun duo qiling. Bir hafta ichida biror qitim bo'lsa-mo, xolisona ish qilib qo'ying. Uni hech kimga demang. Bir ayda bir qitim bo'lsa-mo, biror kasalni ziyorat qiling va doktorxonalarni kezib chiqing. Shu chaqda o'zingizning qandoq katta ne'mat ichida ekanligingizni his qilib, Alloh taolaga cho'qim shukr qilasiz. Siz kuch-quvvatingizni, vaqtingizni va aqlingizni boshqalarga badalsiz yordam qilish yo'lida sarf qilsangiz, Alloh taolo sizga, ya'ni sizni qattiq kunlardan saqlaydigan zapas energiya ato qiladi. O'zingizni jismoniy va ma'naviy jihatdan kuchli his qilasiz. Yashinib qolgan bir jup ayol qattiq judonliq bir kechada mehmonxona izlab yurib, oxiri shaharning chetidagi bir mehmonxonaga tushdi va bu sovuq kechada issiqqina orom olmoqchi bo'ldi. Ammo mehmonxonalarni kutishga mas'ul yigit mehmonxonada bo'sh hujra uy qolmaganligini afsuslanish bilan ularga yetkazdi va ularning o'ng'aysizlanganligini ko'rgan yigit o'zining bir kishilik kichik hujrasini echib berib, ularni orom olishga da'vat qiladi. Ondan ularga kerakli xizmatlarni taqdim qiladi. Yaşanğan ayol rahat bir shaklda kechini o'tkazib, atsi yigit bilan xo'shlashdi va uningga ko'p rahmat aytib, siz yaxshi bola ekansiz. Kelajakda cho'qim buningdan yaxshiroq bir mehmonxona mudiri bo'lishga loyiq ekansiz deydi. Oradan 2 yil o'tdi. Heliqi yigit ularni unutib qoladi. Ammo u yaşanğan ayol yigitni unutmagan bo'lib, o'zlari Amerikaning Nyu-York shahrida katta bir mehmonxona salgandan keyin darhol heliq yigitni chaqirib kelib, uni bu mehmonxonaga mudir qilib tayinlaydi. Ular mehmonxonani o'z familiyasida William Waldorf Astor mehmonxonasi deb ataydi. Heliqi yigit George Bolden bu mehmonxonada 23 yil mudir bo'lib, hayotini oxirlashtirdi. Hech qanday badal yoki mukofot kutmasdan kishilarga yaxshilik qilish bizni moddiylikning bo'yin turqidan azod qilib, ta'riflab bo'lg'siz darajada baxt saodat tuyg'usi ato qiladi. Shunga siz kishilarga badalsiz yaxshilik qiling. Uning mukofotini siz tasavvur qilmagan darajada ko'rsiz. Ilohiy shafqat sizni dunyo va oxiratning xatarlaridan saqlaydi. Tugadi. 2020 yili 20 yanvar